baliqqa aylanaman. Eshityapsizmi bobo, suzib ketaman. Mo'minchalik hech qanday javob qaytarmadi. Bola yurishda davom etdi. Daryoga tushib suv kecha boshladi. Bolaning suvda baliq bo'lib suzib berganidan hali hech kimning xabari yo'q edi. Ushbu parcha kimning asaridan olingan? Chingiz Aytmatov, Oq kemasi. Oyjonimga hatto jonon aziz singillari, g'o'shayu donoxonlarga hammalariga ma'qul bo'ldi. Faqat dadam sal ikkilanib, ushbu parcha kimning asaridan olingan? Tahrirda To'xtaboyevning sarf bo'lgan. Shunday keldi bor ekan, bilmay ekanmiz degan so'zlari gazetga qanchalik oqib ketganini tasavvur qilish kerak. Abdulla Qodiriy, O'tgan kunlar asari. Rahmat javob uchun. Arzimas bizga sog'at. Qolamiz. She'r berildi. Ushbu parcha kimning asaridan olingan dedi? Bu Chingiz Aytmatovda Oq kemasi. Bunday ekanini uchun kirdi havo nimaga kerak? Kattarim yo'l qattiq bilan o'tmog'uru xastahonasi. Piyolani bilsang shuning uchun ular doim peshanasini. Ushbu sirlar kimning qalamiga mansub? Erkin Mahmudov qalamiga mansub.